Cristiano Ronaldo Xorvatiyaga qarshi uchrashuvdan keyin yig'ladi. Nega deb o'ylaysiz? Yo'q, g'alaba uchun emas. Bu ko'z yoshlar bundan roppa-rosa 1 yil muqaddam aynan shu kunda vafot etgan Diogo Jota uchun edi. Vaqtni o'tishini qarang. 1 yil bo'libdi bugun. 2025-yil 3-iyul taxminan soat kunduzguvchilar va telefonimni ochib qarasam, hamma sahifa bir xil xabar bilan to'lib yotibdi. Diogo Jota va uning ukasi avtohalokat sabab vafot etibdi. O'sha vaqt ishongim kelmadi. Ko'zlarimga ishonmadim. Boshqa saytlarga kirdim va rasmiy xabarlarni qidirdim. Ichimda bir ovoz yo'q, bu shunchaki fake xabar va hozir rad etishadi deb baqiradi. Lekin afsuski bu haqiqat edi. Va men o'sha zahotiyoq barcha ishimni tashlab Diogo Jotaga xat yo'lladim. Bilasanmi Jota, hattoki futbol qirollari Pele va Maradona vafot etganda ham seni vafotingdagichalik qattiq qayg'uga botmagandik. Sababi bor, ularning biri 82 yoshda, biri 60 yoshda futbolda qiladigan ishlari qolmagan holatlarida vafot etishgandi. Senchi endigina 28 yoshni qarshilagan holingda futbolda-yu bir haftagina oldin uylanib hayotda ham qilishing kerak bo'lgan ishlar juda ko'pligini shaxsan o'zing ko'rsatganding. Ammo na iloj, birgina Ispaniyaga safaring barchasiga nuqta qo'ymoqda. Lekin biz buni ro'kach qila olmaymiz. Yozilgan taqdir har qanday holatda albatta keladi. Jota, seni muxlislaring qaytishingni so'rashyapti. Mayli ular rozi qolgan faoliyatingda ularni xushnud etmasang ham. Jota, seni portugaliyalik muxlislaring qaytishingni so'rashyapti. Ular ham roziki terma jamoa sharafiga gollar urmasang ham. Jota, seni Liverpool muxlislari qaytishingni so'rashyapti. Mayli ular ham rozi 7 metrlik darvozaga gollar ura olmasang ham. Lekin seni so'rayotgan mana shu insonlarning barchasi ich-ichidan qaytib kelmasligingni juda ham yaxshi bilib turibdi. Shunchaki yo'qligingga ular ko'nika olishmayapti. Mayli, nima ham derdik. 10 yillik ajoyib faoliyat va unutilmas xotiralar uchun rahmat Diogo. Seni muxlislaring va futbol ahli hech qachon unutmaydi. Ularning yuragida abadiy qolasan.